Assalomu alaykum hammaga. Bepul darsligimni ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Bu qismda, ya'ni ikkinchi qismda siz prokuratura organlariga ishga kirgandan keyin qaysi lavozimda ish boshlaysiz, nechta lavozim bor, daraja unvonlar haqida ma'lumot olasiz. Demak, boshladik. Dastlab siz prokuratura organlariga ishga kirish jarayonida ish o'rganuvchi lavozimida ishlashdan boshlaysiz. Ish o'rganuvchi lavozimi ikki xil bo'ladi, ya'ni oddiy ish o'rganuvchi va lavozimda ish o'rganuvchi. Ya'ni vakant lavozimlar bo'lsa, sizda masalan prokuror yordamchisi lavozimida ish o'rganuvchi yoki o'sha tuman yoki shahar prokuraturasi tergovchisi lavozimida ish o'rganuvchi lavozimidan ishni boshlaysiz. Ish o'rganuvchilik davomida sizga tasdiqlangan reja beriladi. Ya'ni bu rejaga asosan siz 1 yillik muddat ichida ish o'rganishni amalga oshirasiz. Bu reja ichiga nima kirishi mumkin? Deylik, 10 ta jinoyat ishi tergov qilish yoki 10 ta sud ishlarida qatnashish. Bu jinoiy bo'lishi mumkin, fuqarolik bo'lishi mumkin, ma'muriy bo'lishi mumkin. Ma'lum bir arizalarni hal qilish, ma'lum bir miqdorda va hokazo. Ya'ni bu o'zi reja belgilangan tartibda sizga biriktiriladi va har oylik siz shu bir rejaga asosan ishingizni olib borasiz. Umumiy ish o'rganuvchilik tugagandan keyin, ya'ni siz 1 yil ish o'rganuvchi bo'ldingiz, 10 ta jinoyat ishi tergov qildingiz, sudlarda qatnashdingiz, tergov qildingiz, arizalarni hal qildingiz, tergovli tekshirishlarni hal qildingiz. Ya'ni 1 yillik davomida siz to'liq bilim ko'nikmalariga ega bo'lganingizdan keyin o'sha o'zingiz ishlab turgan Toshkent shahar prokuraturasida bo'lsangiz, Toshkent shahar prokuraturasida, viloyatlarda bo'lsangiz, viloyat prokuraturalarida siz attestatsiya komissiyasidan o'tasiz. Attestatsiya komissiyasiga rais viloyat prokurori yoki uning o'rinbosari bo'ladi va komissiya a'zolari sifatida o'sha bo'lim prokurorlari, ya'ni bo'lim boshliqlari qatnashishlari mumkin. Ushbu attestatsiya komissiyasidan siz muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyin, ya'ni attestatsiya komissiyasida sizga savol-javob qilinadi va 1 yillik ish o'rganuvchi dasturingizni bajarilishi yuzasidan hujjatlar taqdim qilganingizda u o'rganishdan o'tadi. Umuman hamma nimani topshirdingiz, muvaffaqiyatli ravishda attestatsiyadan o'tganingizdan keyin siz lavozimga tayinlanasiz. Ya'ni siz prokuratura organlarida tergovchi yoki prokuror yordamchisi lavozimida ish boshlaysiz va sizga shu attestatsiya komissiyasining xulosasi bilan 3-darajali yurist unvoni beriladi. Ya'ni sizga forma beriladi, maxsus kiyim unvonga ega bo'lasiz va prokuratura organlaridagi dastlabki unvoningizni olib ish faoliyatini davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Shu joyda men sizga lavozimlarni qisqacha tushuntirib o'taman. Ya'ni bitta prokuratura, tuman miqyosida prokuraturani oladigan bo'lsak, bitta quyidagicha operativ lavozimlar bo'ladi. Birinchi lavozim bu albatta tergovchi lavozimi. Ya'ni har bir prokuraturada bitta yoki ikkita, ba'zi joyi kattaroq hududlarda 3 tagacha tergovchi faoliyat yuritadi. Undan keyingi lavozim prokuror yordamchisi. Ya'ni bu prokuror yordamchisi ham ma'lum bir tarmoq, o'ziga biriktirilgan tarmoq yuzasidan prokuror nazoratini amalga oshiradi. Undan keyingi lavozim prokuror katta yordamchisi. Ya'ni prokuror katta yordamchisi degani, unga ma'lum bir tarmoqlar biriktiriladi va uning ish staji prokuror yordamchisiga qaraganda ko'proq bo'ladi. Deylik, masalan 2 yil yoki 3 yil ishlagan shaxs prokuror katta yordamchisi lavozimiga tayinlanadi. Undan keyingi lavozim prokuror o'rinbosari. Ya'ni prokurorning har bir soha bo'yicha o'rinbosarlari bo'ladi. Baribir kichik tumanlarda deylik bitta bo'lishi mumkin, kattaroq tumanlarda 2 ta yoki 3 tagacha ham bo'lgan prokuror o'rinbosarlari bo'lishi mumkin. Bular sohaviy biriktirilgan bo'ladi. Deylik, bitta o'rinbosar ichki ishlar organlariga qarasa, keyingi o'rinbosar, ya'ni yana bitta o'rinbosar u sud oid blokka qaraydi, ya'ni sudlarga oid va boshqa sohaga oid vazifalarni bajaradi. Va o'rinbosarlardan keyingi lavozim bu tuman, shahar prokurorlari. Qisqacha aytganda, tuman miqyosidagi lavozimlar shulardan iborat. Va endi sizga qiziqarli bo'lgan, ya'ni pagonlar haqida ozgina to'xtalib o'taman. Balki siz buni bilarsiz, balki bilmassiz. Men baribir to'xtalib o'tishni lozim topdim. Birinchi ishga kirish jarayonida siz ish o'rganuvchilikni tugatganingizdan keyin 3-darajali yurist daraja unvonini olasiz. Undan keyingi daraja unvon 2-darajali yurist. Undan keyingisi 1-darajali yurist va undan keyingisi adliya kichik maslahatchisi, adliya maslahatchisi, adliya katta maslahatchisi unvonlari.
Keyingi yana 3 ta eng katta unvonlar, ya'ni bu asosan prezident tomonidan farmon asosida beriladigan unvonlar, ya'ni general unvonlar. Birinchisi 3-darajali davlat adliya maslahatchisi, 2-darajali davlat adliya maslahatchisi, 1-darajali davlat adliya maslahatchisi. Ikkinchi darsimiz shu joyda nihoyasiga yetadi. Men ma'lumotlarni sizga tezroq, tushunarliroq tarzda berishga harakat qildim. Video ostida reaksiya qoldiring. Reaksiyalaringiz men uchun qiziq. Xursand bo'laman reaksiya qoldirsangiz. 3-darsda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.